Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon Gün tartibdagi masalalar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yolg'un. Hürmetli televizyon bugungi mehmonimiz Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi hurmatli Hidoyatullo O'g'izxon apandim telefonimizda oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Hurmatli Hidoyatullohjim, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Bir qancha masalalar ustida bugun suhbat elib bormoqchi o'zlari bilan oldi bilan shu Istanbuldan 16 fevral Xitoy qaytarilmoqchi bo'lgan bir Uyg'ur yoshninki yana bu Sharq Turkiston Ma'rif jamiyati va Sharq Turkiston Ma'rif va madaniyat va hamkorlik jamiyati rahbarlarininki birlashishi bilan qutqizib qilingan bo'ldi. Bu yosh Arshidin ismli yoshmi? Bu bilishimcha ikinci qatim o'tganda bir qancha hafta burun yana bundaq bir ish bo'lgan tamdi. Bundaq ishlarniki Turkiyada Istanbulda ko'payib qolishiga sabab nima? Buningki albatta davlat doiralari bilan sizlarning ko'rishgan munosabat doiralarida qanday bir ishlar bo'lyotdi? Bu haqda biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Nima uchun ko'payib qoldi bu ishlar? Bevosita masalan oddiy bir hech qanday jinoyat yo'q turibmi? Faqat iqomatning yo'q bo'lganligi bilan Xitoy qaytaramiz deyilgan bundaq ishlarningki o'ttirg'i chiqishidagi sababni tushuntirib bersangiz. Birinchi bo'lib bu masala kirishdan burun Turkiyaning o'zining vaziyatini ko'zdan saqit qilmaslik kerak. Xo'sh. Turkiya shu oxirgi yillarda bo'lib yoz 7-15da cho'ng bir askariy inqilob, ya'ni isyon bilan qarshi qolgan bir davlat bo'lganligi hisobati bilan. Xo'sh. Nurg'un ichki qalaymiqonchilikqa sababchi bo'ldi. Turkiya o'zini tozalash harakati olib beryapti keng ko'lamda. Shuni bilan birga rayondagi O'rta Sharq Turkiya atrofidagi davlatlarda bo'layotgan qalaymiqonchilik va ichki to'qinishlar bu Turkiyaninki davlat amonligini qattiq tahdid ostiga ilyapti. Bu sebepten Türkiye'deki eski bazı bir Kürt PKK terörlük teşkilatı ve başka FETÖ terörlük teşkilatı ve DAEŞ terörlük teşkilatı okşaşan nurgun teşkilatlarını Türkiye'nin düşman güçleri işletişe, Türkiye zemininde işletiş arkalık Türkiye'nin istikrarını, amanlıkını, birlikini, devlet iqtidarçılığını tehdit ostiga ilyapti. Bu sebepten tüfeyle Türkiye'de bir alohida bir qonun yurgizilayotgan bir paytda bu yangi yildagi Reyna qirg'inchiligi hodisasining yuz berishi oxirgi qatim bu istiqonni tashirib o'tdi deb qo'yamiz. Istiqonning teshib ketishiga mushunday har tarafda bir bo'ron chapqun shavqinning chiqishiga sebepçi oldu. Türkiye öz amanlıqını qo'g'dash uchun Türkiye'deki çetellikler bularni qachoq qanunsuz turayotgan barliq çetelliklarga qarata yuritgan bir siyosati var hozir. Buni faqat Uyg'urlarga qaratish to'g'ri emas. Uyg'urlarni Türkiye xalqi ham davlatini yaxshi ko'radi. Türkiye davlati va xalqi Uyg'urlarga bo'lgan g'amxo'rligini azaytgani yo'q. Ama Türkiye devletinin amanlıkını, istikrarını tehdit kılıvatkan her qanday şahıs ve teşkilatlar kartab edip verivatkan ciddi bir siyaseti var. Bu siyasetinin karşısına kim kalsa elbette bunun nesibesini alır. Şu şavkında elbette bazı bizdenki Uygur kırındaşlarımız ama günahsız olsun, ikametlerinin yok boğallık tüfeylinin şu şavkınga karşı kep kaldığan, şunun tesiri uçurap kaldığan ahvallar köp yüz beryapti. Bu ikinci qatimliq Arshidin degan hemşehrimiz şu Xitoy qaytarilishi to'g'risida Turkiyadagi barliq ommaviy tashkilotlarning birdek hukumat bilan elib berayotgan dialog faoliyati sababi Xitoy qaytarilmaydiganlik to'g'risida bir so'z elindi. Bunun neticesinde tunji qatim aeroplanda Xitoy ketayotgan bir Uyg'urni qutulgandan keyin bu ikinci bir hadise. Bunu hükümet a'zolari ve hükümetninki ma'lum idora kishilarning bir tushunishmaslik bo'lib qolibdi degan izohat berdi.
Bu kişinin Xitoyga emas, başka bir ikinci bir devletke yolgu selivatkan bir yerde Allah'ın fazlıyla biz ve başka kardeşlerimizin teröristlerlik bilen qaytırılıp Türkiye'ye siyasi panalık talep kılış hakkıya erişti, qaytırılıp gitti. Bu yukarı verilgendek yani fakat Uygurlar'a qaratkan bir meselemiz ama şu ikametsizlik meselesi tüpeyimizin hiç kandak bir cinayi işler ile münasebet olmayan kişilerimi bazı bir kıyınçılığa düş geliyordu da inşallah Katar'da bu ehvallarının tüzlük kişiye işençimiz var. İkamet doğrusu da hükümet Uygurlar'a kenkilenlik bir kenselik kılıp şu peytti mi? Bunda buran şavkın çıkıvatkan bir peytti mi? Uygurlar'a hazır ikamete aktardı da inşallah kardeşlerimiz bu ikametin hep olsa takım hatırcam buldu. Muşun okşayan meselelerde inşallah bir kalaymakan bir havaga soğuk tek gitmeydi deb qaraymiz inşallah. Köptün köp rahmat. Sözünüzde men mesela şu PKK meselesini tilga ilib o'tgan vaqtingizda bevosita men asli keyinroq kirmoqchi edim bu masalaga. Şu Doğu Perinçek'ninki Xitoy ziyarati haqida bunun qilam atlab kirayli. Türkiye'deki şu Vatan Partisi yani Xitoy parastligi bilan tunilgan Vatan Partisining raisi Doğu Perinçek ve onun heyeti 6 fevraldan 10 fevralgacha Xitoyda ziyoratda bo'lgan. Buni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Li Jun bilan ko'rishgan, shundaqla yana Xitoyninki muhim rahbarlar bilan ko'rishib qilgan so'zlarda haqiqatan insonni o'ylantiradigan so'zlar bor. Doğu Perinçekdek bir kishininki Xitoyda qaysi salohiyat bilan bundaq voy deb e'tiborga elinib ketishini qanday qaraysiz? Uning keyinda bu yerda faqat xuddi bir davlatning rahbarlaridek kutib olinib, uning keyinda shu Xitoy siyosiy kengashininki xalqaro komiteti muavin raisi Wang Jiaorui bilan ko'rishganda Perinçekka siz bizning qadimgi do'stimiz, biz hamkorligimizni texmo taraqqiy qildiramiz. Türkiye bilan Uyg'ur rayonidagi qutratqulik qilgan terrorchilar to'g'risida hamkorlik elib berishni to'liq arzu qilamiz. Bizni qo'llaganligingiz uchun rahmat aytamiz. Terrorchilar cho'qim bizga qaytarib berilishi kerak degandek bu gapni qilgan Xitoy. Türkiye'ninki shundaqla Shanxay hamkorlik tashkilotiga qo'shilishiga a'zo bo'lishini biz xohlaymiz degan bu so'zlarga Perinçek Türkiye qurolli kuchlarining Suriya va Iroqdagi Sharq Turkiston terrorchilarini tozalayotganligini hamda Turkiyadagi a'zolarga zarb berayotganligini tilga olgan. Shundaqla 6 turlik uning keyindan moddalarda uni keyin paranglasak, mushundaq gaplarni bir normal Turkiyada hech qanday bir tuzukmi ovozim yo'q, parlamentga kiramagan birisi bilan Xitoyning bu darajada paranglashi, Perinçekning bu ziyorati, mushaqdagi fikrlaringizni baksam. Bu Türkiye'deki komünistlerin pişirası olan Vatan Partisi'ninki başlığı Doğu Perinçek'ninki Xitoy ziyareti ve Xitoy ziyareti esnasında Xitoy ile elip bağın yani kirişken kararlar ve imzalanan maddelerini 6 madde depti. Bununki oturgu çıkışı ve bu Doğu Perinçek'nin Xitoy'a verişi biz üçün nime emas yani. Hayran qalarlıq bir hadise emas. Xoş. Şunun bilen aytımın ki bu hadise bizning nuqtai nazarimizdan qaragan chaqda nəhayət bizning işimiz keladigan biz xursand bo'ladigan bir narsa o'tirib chiqdi. O nima desa, Xitoy uzundan beri Uyg'urlarni mas'ul, gunohsiz Uyg'urlarni öz hakları, hukukları için mücadele edip veriyotgan Şarkı Türkistanlıklarını terörist deb qaralab, vatan içi ve sırtıda bastırışqa, besim astırgan işqa terişiyotgan bir paytda hem atalmış terörizm töhmetini qalpıqını dünyanın her yerde yaşayotgan Uyg'urlar keydirish arqali ularninki hareket dairesini, hizmetlerini to'xtatishga ciddi bir hareket ile beriyotgan bir paytda Doğu Perinçek'tek Türkiye'de 30-40 ming gunohsiz kishininki o'ltirilishga sababchi bo'lgan PKK terrorist tashkilotining yenida yaragan, buni doim qo'llab-quvvatlaydigan terroristlarninki birdan bir himoyachisi bo'lgan bir kishining Xitoy tarafidan qarshi elinishi bu yerda kimning terrorist ekanligi ochiq-oshkora bilinib turibdi. Xo'sh. Shundoq bir kishininki Xitoyga berishi Xitoyninki yani atalmış terörizm karşı
ilip beriyotgan hareketinin kançalık rastçıl ekenligi, özüne ama şu terörizmnin kollaydıgan bir devlet ekenligini aşkarlap verdik. Bu bizni bu tarafı söyündürdü. Onun için bunda bularınki ikilisininki yüzdeki niqabının çıkışıga sebep olan bu hadise biz için söyündürdüğün bir hadise. Emniyette görüp turubuz ki Uygurlar Xitayninki vatan içinde ve sırtıda Xitayning besimiga duch kelayotgan Xitayning devlet terörizmi karşı duch kelayotgan bir millet oluşumuz bilen bu Xitayninki bundaq bir kişi bilen bir nokta kelişim imzalatışı bularınki hepsi beşerisine oturga çıqqanligi dep qarayman. Rahmet. Endi şu Xitayninki 18 moddalik yangidan e'lon qilgan shu uqtirishi hakikaten muhaciratdagi Uyg'urlarni ciddi bir g'ulg'ullik sağan bo'ldi. Chunki buning ichida Xitoy ilgari butun e'lon qilgan har xil narsalarda atalmış asabiy kuchlarni biz qonunliq diniy faoliyatni uni qilamiz, buni qilamiz deb yağandan bo'lsin buni e'lon qilib qo'yatdi. Bu qatimda ochiq oshkora holatda Sharq Turkistonda o'quvchilarning mingisini tozalash degan bu iborani ochiq oshkora ishlatib tilga olgan narsalarning hammasi inson har qanday bir aql egasiga dunyoda boshqa bir millatga so'zlasa shunday bir ish bo'lamdi degan deydigan darajada hech qanday bir ishonish imkoniyati bo'lmaydigan bir darajada safsatlarni bunda tilga olgan hamdi. Bu e'lon qilingan moddalardan albatta sizning xabaringiz bor. Bu Xitoyning bu ahvolga kelishi, shunday narsalar, shunday safsatlarni bugungi dunyoda shunday ochiq oshkora hijil olmasini e'lon qila olishi bu yerda Sharq Turkiston xalqini qanday bir tuyg'uga olib kelganligini albatta bildi. Har qanday bir normal bir inson bunday bir ahvolga qolib qolgan vaqtida qanday Xitoyga bir raddiya qaytirish, qanday noroziligini bildirish, har qanday bir rozi bo'ladigan bir inson tepilmaydigan darajada bir safsatlarni satgan. Xitoyning shunday besim, shunday vahshiy besimlarni yurgizishidagi bu psixikani qanday o'qiysiz? Shuni bir tushuntirib bersangiz. Ve de Xitay Şarkı Türkistan'ı işgal peygamdan beri 68 yılına yağı. Şarkı Türkistan'da ile beriyotgan hareketleri bana yukarıda siz degendek o maddelerden aşırıp kılavatıdı. Bunu zaten yeni bir hadise emas. Bunu emniyet cihetten Şarkı Türkistan'daki halkının her sahasında hayatında bu neslerini mecburi halde sındırıp giriyordu, besim kılavatıdı. Ama ahire bunu bir şekilde izcil sezdirmezden adetlendirgen bir şekilde astı karakterlik ile beriyotgan bir stratejisini bugün günde dünya vaziyetindeki kalaymakançılıktan faydalangan Xitoy toprağından toğaca olub keng ko'lamda qonunlashtirish orqali ochiq oshkora buni bevosita nuqtalik holda Sharq Turkiston musulmonlarining e'tiqodini, umid orzularini, kültür medeniyetini, örf adetlerini, tilini, kimlikini nişan algan halda iniq aşkara hedef göstergen halda ciddi bir hücum kılıp elip yaratıldı. Bu noktadan bunu Xitayninki yalğız Şarkı Türkistan halkı demez. Bu arkalık Şarkı Türkistan Müslümanlara ve İslam ve Müslümanlığa karta elip bağan bir uçuk can ilan edip karayımız. Bu noktadan bizim okulumuzdan gelişçe bunu İslam dünyasına tanıtış, bu ahvallarını anlatışar kılıp Xitayning abdi beşerisine yetişimiz gerek deb qarayman. Hakikaten doğru. Ahırda şu Gumu'da yüz bergen 14 fevral günü seyşembe yüz bergen ve 3 Uyghur yaş tarafından ötküzülgen bir vakada Xitay tarafından 5'inin ölgenliki, 5'inin yaralanganlığı bildirildi. Onun kendi vaka yüz bergendeki tünü günkü ictimai uçur alaqa vasıtırğı kelgen bazı görünüşlerde mi Gumu ve etrafındaki nimelerde neçə kilometrgacha bütünlay tekşürüş uzun maşinlarning turib ketganligi bu ko'rinishlarni ko'rgan bo'ldik. Boshqa bir hech qanday ma'lumotni e'lon qilmadi Xitoy. Albatta vatanimizda biz biladigan, bilmaydigan nurg'un 10 qatim voqea yuz bergan bo'lsa, birasi teshig'i oshkorlanishi mumkin edi Xitoyning shu qadar chin besishi bilan. Bu voqea yuz bergan, shu voqea haqida ikki gap qilamiz. Şarkı Türkistan'da uzundan beri qattiq ig'ir besim elib berilyotidi. Bundan Sharq Turkiston xalqi dunyodan tamamen cheklangan holda o'z imkonlari doirasida hech kimga tayanmasdan
özünün milli kimlikini, kıymet qarashlarını, hayatını, ahlakını, örf adetini, izzet nefsi, abroyunu qo'dash uchun bu milletimiz şunda çaresizlik kaldı, özü qo'dab keldi. Qo'dab kelyapti. Bu bugungi bo'libmi dunyoning Sharq Turkistonga tamamen dinbisini qilib, keynini qirib qaylab turayotgan bir paytda Sharq Turkiston xalqi Xitoyning eshib chekidini eshib ketayotgan bu zulmga qarta qo'ldan kelishicha bir e'tirozlik bildirish harakatini har shaklda elib beryapti. Ulardagi bo'layotgan har qanday bir qarshilik harakatini bu Xitoyning o'zining elib berayotgan terrorlik, davlat terrorininki neticesi ularınki piçakның sonraki yetkenlikinden çıkmasının karşılık elip veriyotgan bir yani meşru kanunluk bir hakkı dep qaraymiz. To'g'ri. Ko'pdan ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun rahmat sizga. Rahmat sizga.